Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Mana hozir biz bitta sklatimizga yetib keldik. Bu sklatimizda har xil turdagi karalar bor. O'zbekiston bo'yicha inshaalloh eng arzon karalar shu yerda bo'ladi. Bu elektriskiy karamiz 10 ta akkumulyatorligi. Buni sifatiga, servis xizmati hamma yo'g'i bor. Bu hozirda bizda bu 2 tonnalik karamiz balandligi 3 metr ko'taradi. Bu karamiz O'zbekistonda taxminiy narxi shu $7000 atrofida sotilyapti. Biz skidka narxida xudo xolasa shu 6300 dancha o'tib beramiz yana. Kim agar shundan arzonroq narx topib bersa, bundan ham arzon qilib beramiz. Bundan ham arzon qilib beramiz. Vodiy ichida dastavkasi tekin. Xuddi shu narsani mana ichilarni olishingiz mumkin. Mana 10 ta katta akkumulyatorli bo'ladi. Shuni 5 taligi bor. Bundan $500 arzon yuradi. Ko'tarishlari hamma narsasi zo'r. Endi bu tomonda bunaqa zapchastlar, qoliplar bor. Yana shunaqa zapchastlar, misol, mana shu zapchastlar 20 ming so'mdan bozorlarda 35 ming, 40 minggacha sotiladi. Optimga bular, misol, buni ustalar o'zi tushunadi. Mana qoliplar bor. Mana shu qoliplarimiz, misol, mana rim qoliplari, balastinasi, mana shu komplekt $160, mana stokalar $150 dan. Boshqa joylarda bemalol solishtirishlar mumkin. Bu tomonlarda hammasidan bor, to'rtburchak qoliplar, yumaloqlari, misol O'zbekiston ichida eng arzon narxlarda. Yumaloqlari bor, to'rtburchaklari, regeldagi balastinalar, qoliplar hammasidan bor. Inshaalloh eng arzon narxda qilib beramiz O'zbekiston bo'yicha. Xudo xolasa Xitoyda narxini O'zbekistonga olib kelamiz. Qanaqa narsa kerak bo'lsa, biz bilan bog'lansanglar, arzon narxda olib kelib beramiz.